Assalomu alaykum. Bitta tanishimiz borlar, ayol kishi. Oliy ma'lumotlilar, ziyoli oiladan. Ozgina turmush qilganlaridan keyin turmush o'rtoqlari kasal, yotib qolganlar. Og'ir kasal bo'lib qolganlar. Chidab xizmatlarni qildilar. Bemor odam injiq bo'lib qoladi. Hamma injiqliklarni ko'tarib, juda uzoq vaqt kasal bo'ldilar. Turmush qurganlaridan keyin kasal bemor bo'lib qolganlaridan keyin turmush o'rtoqlari tabiiyki farzandli bo'lishmadi. Matonatlariga, sabrlariga qoyil qolsa bo'ladi. Shunchalik sadoqat, matonat. Endi bu asosiy o'zbek ayollarimizga xos bo'lsa kerak baribir. Onalari ham yaxshi ayollar. Hani ham katta bo'lib qolgan bo'lsalar ham kelingdan deb darab turmush o'rtoqlar chiroyli kutib olib, ko'chadan kelsalar, oyoqlariga darrov suv qo'yib berib, kelin suv obke, qizim suv obke, qara dadangga yo boshqa tuflisini tozala, tuflisini chiroyli qilib qo'ymas. Hani ham o'zlari xizmatdalar. Bu degani onasini ko'rib qizini ol degani emas. Ba'zi bir joyda har xil bo'lib qolishi mumkin. Lekin bu oiladagi ayolning tarbiyalari juda chiroyli bo'lgan. Jonlari sog' bo'lsin, baxtli, saodatli bo'lsinlar. Ko'pchilikning qo'lidan kelmaydigan ishlarni qildilar. Alloh taolo ajrini bersin. Shunaqa.